Bizda demak birinchi bo'yin umurtqalari haqida gaplashaylik. Bo'yin umurtqalari o'z navbatida 2 guruhga bo'lamiz tuzilish jihatdan. Ya'ni umumiy umurtqalar umumiy tuzilishini ko'rib o'tdik-ku. Shunga asosan tipik hamda atipik vakillari bor. Bizda atipik vakillariga kiradi aynan 1-chi, 2-chi, 6-chi bo'yin umurtqalari. Va qolgan bizda demak 3 dan 5 gacha va 7-chi bo'yin umurtqalari ular tipik hisoblanadi. Chunki ko'rinish jihatdan bizda aynan tipik, ya'ni umumiy umurtqa tuzilishini eslatadi. Bularda esa biroz boshqacha. Shuning uchun alohida ko'rib o'tamiz va kelinglar bo'yin umurtqalari boshqa umurtqalardan farqli jihatlarini ko'rib o'tamiz. Demak, bo'yin umurtqalarida farqli jihatlari ko'ndalang o'siqlarda processus transversusida nima bo'ladi? Teshik bo'ladi, albatta. Foramen transversarium bo'ladi. Demak, ko'ndalang o'siqdagi teshigi bo'ladi. Bu boshqa umurtqalarda kuzatilmaydigan asosiy xususiyat. Bu ko'ndalang o'siqdagi teshik foramen transversarium desa nima bo'ladi? Bizda arteria vertebralis bo'ladi. Demak, umurtqa arteriyasi o'tadi, umurtqa arteriyasining kanali. Demak, 6 7 o'sha bo'yin umurtqalari o'zaro ko'ndalang o'siqdagi teshiklar o'zaro qo'shilib turib, bizda kanal hosil qiladi. Ya'ni kanalis transversarium. Demak, ko'ndalang o'siqdagi kanalni tashkil qiladi. Va bu kanalda bizda o'sha arteria vertebralis joylashadi. U esa o'sha atlas, ya'ni birinchi bo'yin umurtqasidan ustidan o'tib turib, katta teshik, ensa katta teshigi orqali bosh miyaga kirib ketadi. Xo'p, yana bir xususiyati bu processus spinalisidagi uchini ayriligi. Demak, shunday tugab turib ikkiga ayrilib qoladi. Ismon bo'ladi. Hamda processus transversusning yana bitta bizda xususiyati bor. Processus transversuslari demak nima bo'ladi? Demak, shunaqa uchida ikkita do'mboqchasi bo'ladi. Bular uchi ham ikkiga ayrilgan bo'ladi va uchida oldingi orqa do'mboqchalar kuzatiladi. Shu bilan farqlanadi. Bizda demak asosiy farqli jihatlari shu. Bundan tashqari bizda bo'yin umurtqalarini nimalari processus spinosusi tanaga nisbatan tanani ko'ndalang tasavvur qilsak, mana orqa qismi processus spinalislar biroz pastga egilganroq tarzda bo'ladi. Biz 7-chi bo'yin umurtqasida yaqqol ko'ramiz. 7-chi bo'yin umurtqasida yaqqol ko'ramiz. O'sha pastga egilganligi. Xo'p, biroz pastga egiladi, lekin ko'krak umurtqalarinikidek emas. Xo'p, endi birinchi bo'yin umurtqasi atlasga kelamiz. Atlas nimaga atipik deyapmiz? Demak, bu yerda mana ko'rib turibsizlar, bu atlas tuzilishi, ya'ni tana qismi yo'q, korpus yo'q. Va korpus o'rniga bizda massa lateralislar hosil bo'lgan. Demak, massa lateralis demak yon massa tarjima qiladi o'zbekchaga. Va yon massalardan o'z navbatida ko'ndalang o'siqdan mana oldingi orqa do'mboqchalar, mana bu o'sha teshik biz aytgan foramen transversarium hamda bizda arkus. Ravoq demak bizda ikkita bo'ladi. Arcus posterior, arcus anterior. Xo'p, arcus anteriorda arcus anterior, arcus posteriorlarda ham do'mboqchalar bo'ladi. Tuberculum anterior, tuberculum posterior. Va bizda o'rtadagi teshik foramen vertebralis bo'ladi. Umurtqa teshiklari o'zaro birlashib turib, mana kanalis vertebralis hosil qiladi. Va uning ichida bizda orqa miya joylashadi. Xo'p, va bizda hozir aynan mana bu qism bizda bu aytgandek sulcus arteriovertebralis bo'ladi. Bu nimadan aynan mana shu aytgan umurtqa arteriyasi chiqadida, umurtqa arteriyasi chiqib bizda nimaga kalla ichiga kirib ketadi shu yerda. Mana shuni izi shu yerda hisoblanadi. Sulcus arteriovertebralis. Sulcus degani bu ariqcha degani. Demak, xo'p, biz aytib o'tadigan narsam shu vaqt faqat mana bu oldingi ravoqni ichki qismida, ya'ni oldingi do'mboqcha dedik, tuberculum anterior. Shuni ichkari qismida, orqa qismida bizda fasciis articularis bor. Fasciis degani yuza, bo'g'im yuzasi, ya'ni fasciis articularis bo'g'im yuzasi degani. Fasciis articularis dentis. Biz ikkinchi bo'yin umurtqasi haqida gaplashganda ko'rib o'tamiz. Shu ikkinchi bo'yin umurtqasining tishi bor, tishim o'simtasi bor. Aynan shu bilan mana shu yerda bo'g'im hosil bo'ladi. Va bu bizning bo'ynimizni yon tomonlariga harakatini ta'minlash uchun xizmat qiladigan bo'g'imlar sirasiga kiradi. Va shu yerga demak aynan bo'g'im yuzasi bo'ladi. Bo'g'im yuzasi aynan ikkinchi bo'yin umurtqasini tishi kelib birigadigan joy. Bo'g'im yuzasi o'ziga xususiyatlari gialin tog'ay bilan qoplangan bo'ladi va bunga ikkinchi o'sha umurtqani yoki ikkinchi suyakni to'g'rirog'i xuddi shunday past qarama-qarshi tomondagi umurtqa yuzasi kelib birikadi. Va ular o'zaro bo'g'im hosil qiladi. Bu harakatni ta'minlaydi. Harakat oson bo'lishini ta'minlaydi, to'g'ri. Atlas haqida atlas endi sibir deb nomlashga kelishgandik. Buni boshqacha nomi ham bor. Atlas yoki Atlant.
atlant degan nomlari bor. Hop, keyingi. Mana endi ustiga tasvirini ham ko'rsatishga qaror qildim. Oson esda qoladi. Shuning uchun imkon boricha har bir joyda ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz endi. Ko'rsatib o'tmasa bo'lmas ekan to'g'risi. Shundan foydalanmasa bo'lmas ekan. Biz mana ko'rib turibsiz, demak umurtqani mana bo'yin umurtqalari 7 ta va bo'yin umurtqalarida ko'rib turibsiz joylashish bir-biriga. Va buni demak eng yuqoridagi birinchisi bu aytib o'tdik atlas. Atlasda ham shu barcha biz aytgan qismlar massa lateralis, processus transversus demak oldingi, orqa hamda oldingi o'z do'mboqchalari mana oldingi, orqa do'mboqchalari, foramen transversarium, foramen vertebra hamda arcus posterior, arcus anterior, tuberculum anterior, tuberculum posteriorlar haqida gaplashib o'tdik. Va mana demak bizda fasciis articularis mana shu qism fasciis articularis superior. Buni bizda posterior qismi ham bor. Xo'p, bu tuzilish. Demak buni atlas suyagini boshqa suyaklar ichidan ajratib olish juda ham oson, juda ham oson. Buni nimasi yo'q? Demak korpusi yo'q. Ko'rib o'tganimizdek. Processus spinosusi yo'q. Processus articularis superiori yo'q, inferiori yo'q. Lekin bizda processus fasciis articularislar. Va mana bizda o'sha biz gaplashayotgan aksis. Ya'ni aksis to'g'rirog'i bizda S2 ikkinchi nomi bu aksis. Aksis o'q degani nimaga o'q deyilishi aynan mana bu ga nisbatan o'q atrofida aylanishi kabi nazariyalar bor. Shu Andres Vezali tomonidan nomlangan beriladi. Ikkinchi bo'yin nuqtasi, ya'ni S2 aksis degan nomlari bor. Xo'p. Bu demak umurtqada joylashuvi ikkinchi aynan mana biz boya nimada aytib o'tgan mana bu qismda atlasda fasciis articularis dentis bor. Fasciis articularis dentisga mana bu dens bo'lsa, mana tizim olsin. Shuni aytdi. Xuddi shunday bo'g'im yuzasi bor. Aynan shu kelib birikadi va bu yerda bo'g'im hosil bo'ladi. Bo'g'im hosil bo'ladi. Hamda mana bu demak fasciis articularis superior, atlas fasciis articularis inferior bilan qo'shilib turib o'zaro bo'g'im hosil qiladi. Tak bizda yana atlasni tanasi bo'lmagan dedik, lekin aksisni bizda tanasi biroz shakllanishni boshlaydi mana. Tanasi bor. Va bu keyinchalik bu o'sha keyingi tanalarga asos bo'lib ketadi va keyingi tanalar shundan boshlab kattalashib nima bo'lishni boshlaydi. Katta ko'rinishda, ko'zga ko'rinishda. Va bunda ham demak processus transversus uni oldingi do'mboq tuberculum anterior, tuberculum posteriorlar bo'ladi va shu bilan birgalikda bizda processus spinalis ko'rina boshlaydi. Pedunculus uncha ko'rinmaydi, lekin lamina bor mana. Lamina arcus. Lamina arcus. Tak bizda yana nima gaplashib o'tishimiz kerak? Bizda yana o'sha boyagi nimalar, foramen vertebra, foramen transversal, ikkita teshik. Va bizda mana uni to'liq umurtqada umumiy joylashuvi mana. Keyingi umurtqani ana fasciis articularis inferior bilan o'zaro yuqorigi nimasi bilan birikyapti. Va bizda boya aytgandek, processus spinosusida demak ikkita ayriliq kuzatiladi. Ayrisimon bo'ladi. Va buni biz boshqa umurtqalarda ham ko'ramiz, lekin bizda 6-7-chi umurtqaga kelganda biroz yo'qolishni boshlaydi. Nimalarda ko'krak umurtqalarda esa umuman bular narsa bo'lmaydi. Va bizda mana bu 6-chi bo'yin umurtqasi. 6-chi bo'yin umurtqasi haqida unaqa ko'p gapirmayman, chunki 6-chi bo'yin umurtqasini bu umurtqasi ham deyarli tipik holatda. Faqat farqi nima desa, farqi bu hozir ko'rsataman. Tuberculum caroticum degan narsasi bor. Buni mana processus spinosusi bu ham ikki ayrisimon bo'ladi, ikkiga ayrilgan, ya'ni processus spinosus. Va bizda aytib o'tganimiz tuberculum caroticum bu aynan processus transversus bo'ladigan bo'lsa, yon o'simta. Buni boya aytib o'tganimizdek, orqa oldingi do'mboqlar bor. Faqat shuni oldingi do'mbog'ini ikkinchi nomi bu tuberculum caroticum. Caroticum degani uyquga oid, ya'ni uyqu do'mbog'i degani tuberculum, do'mboqcha, uyqu do'mboqchasi. Buni klinik ahamiyati bor. Aynan bizda demak bu yerdan aytib o'tdik. Umurtqa arteriyasi o'tadi va buni oldida aynan mana tuberculum caroticumning yonida bizda uyqu arteriyasi o'tadi. Arteriya carotica. Arteriya carotis communis. Va bizda miyada qandaydir qon ketish bo'lsa, kattaroq yoki shu 6-umurtqa yuqorisida bizda qandaydir yorilish, disseksiya deymizmi, ya'ni yorilish, umurtqa yorilishi, tomir yorilishi bo'ladimi yoki bu yerda kesilish bo'ladimi, travma bo'ladimi, biroz qon ketyapti. Biz aynan qonni to'xtatish maqsadida shu nimani topamiz, do'mboqchani. Endi bizga yordam beradi bu yerda orqa qismi. Biz orqa tomon bo'yinni oldinga egish orqali biz 7-chi umurtqani processus spinosini topib olamiz. Bu bizga qanaqa yordam beradi? Bu bo'yindan anchagina
bo'rtib turadi, bilinib turadi va shuning uchun shundan shu orqali topib olamiz. Topib olib turib biz aynan nimaga oldi qismiga o'tamiz shuni va bu yerdan tomirni topib turib bosamiz va bu yerda bizda qon to'xtashi kuzatiladi. Klinik ahamiyati shu. Shuning uchun bu alohida o'rganiladi. Ha, keyin yana bitta aytib o'tib ketadigan narsa, bu mana ko'rib turibdi umurtqa tanasi. Mana umurtqa tanasining ikki yonida bizda mana bunaqa o'simta bor. Buni unkus deyiladi. Unkus vertebra. Unkusda bu tirnoq deylikmi yoki shunaqa narsa. Bu keyingi umurtqalarga o'zaro almashtiruvchi ligamenti bor boylam. Shu boylam orqali o'zaro tortib mustahkamlash uchun xizmat qiladi. Bu unaqa alohida o'simta emas, faqatgina ma'lum bir darajada rol o'ynaydi. Demak, unkus. 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 Unkus vertebra. Shu. Bizda demak bo'yin umurtqalari haqida aytib o'tadigan ma'lumotimiz shulardan iborat. Qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'tish kerak bo'lgan narsa bor ekan. Bu 7-chi umurtqaning ikkinchi nomi. Boshida aytib o'tdik, birinchi, ikkinchi bo'yin umurtqalarning nomi bor dedik. Xuddi shunday 7-chi umurtqaning ham ikkinchi nomi bor. Bu vertebra prominens deyiladi. Prominens. Vertebra prominens. Ya'ni taniqli desa ham bo'ladi. Prominens degani mashhur degani. Mashhur, turli ma'noda mashhur, taniqli, turtib chiqqan deyiladi ba'zi manbalarda. Aynan bu nimaga unaqa? Aynan boya aytib o'tgandek, processus spinosusi ancha uzun boshqalarga nisbatan. Mana uni ko'rish mumkin, yaqqol buni farqlash mumkin. Ancha bo'yindan turtib chiqadi va shu orqali biz 6-chi umurtqani aniqlash olganimiz uchun ham buni taniqli, mashhur turtib chiqqan vertebra desak bo'laveradi umurtqa. Shu demak bizda bo'yin umurtqalar umumiy tuzilishi, ular haqida ma'lumot. Bu rasmlarda umumiy tuzilish to'liq bo'ldi. Biz mana lamina qism, nima aytdi, oyoqchasi. Ko'rsatib o'tdik mana. Mana bu qism lamina, mana bu yerda oyoqchasi bor. Peduncularcus. Laminarcus, peduncularcus. Lamina arcus, peduncularcus.